Gülümün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Bu yaş suygen gülümün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuna bəxit kimer əzəldi Bu yaşda gülümün ailədi Yurtudu alem tüttü Aileden taralgan mehir Yurtudu alem tüttü Ata kılsa süygüge takdim Sadakatke tolgan bir günü Ata kılsa süygüge takdim Görüvatqanınla Nimet Kahve Koks içimliklerini işlep bazaq sağan Ürümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik Şirketi tacidarlığıdaki Tor televiziya filmi tatılmağan suretler. Arzu ümit için mangan kademlerimde nakşam bana hemrah. Tabiat qo'ynidagi izlanishlarda men o'g'limga hamroh. Rangdor kartinalar yo'g'rilgan hayot musofamda Ne'mat qahvasi har vaqt menga hamroh. Saptava yalpızçı, saptava hasal suyu, saptava qarqat şerbeti işlep çıkarıp bazaq sağan Olcu Gültaj yemeklik işlep çıkarış şirketi alaydı qo'llagan. Ruhluk ve coşkun keyfiyat ruhi halatımızın ama gelmesi. Yeger içimlikini siz mi yaxshi ko'rgansizda? Malla emas, hammamiz yaxshi ko'ramiz-ku. Hammamiz yoqtirib ichadigan ichimlik Yeger. Yeger vitaminlik energiya içimligi.
Diyarımız hanım kızlarının yürek tarını çekivatkan Reyhanlar Sodiçeklik şirketinin vədisi hanım kızlarga sağlamlık hem güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Sodiçeklik şirketi filmimiz bilen hemkarlaşkan. Hey, nima bo'ldingiz? Gözüm karangılışıp bişim pırıl kıyıp ketoktan. Aldirash deb salomatligingizga ko'ngil bilmagan bilan hammamizga siz lozim. Mani ichib beting, ha? Qon ve kuvvet. Ha. Bu xotin kişinin meslahatıdır. Bedenini qiynagan odamning hammasi issiq bo'laverdi. Tibabet bibaha hekim izziba. Kan toluk cisminde sağlamlık bulur, mağdursuz telinge güç kuvvet dolur. Hekim ritsipideki kan kuvvet içimliki. Saptava yalpız çiğ, saptava hesel suyu, saptava karkat şerbeti işlep çıkarıp bazar sağam, olcu gültaj yemeklik işlep çıkarış şirketi alaydı kolluğan. Sillaga kir yuvish suyuqligi, chash yuvish, chash asrash silliqlash malhami, badan yuvish suyuqligi, ko'piklik yuz yuvish sopini qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Gondol Sillaga xalqaro sodichaklik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Yeşil Güher Noni Enzim, Yeşil Güher Enzim o'rg'itish ichimligi, badan güzelleştirish miyi, xonim qizlar maxfiy tarbiya yurishlik qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Yeşil Güher xalqaro sodichaklik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Diyarımız hanım kızlarının yürek tarını çekivatkan Reyhanlar Sodiçeklik şirketinin vədisi hanım kızlarga sağlamlık hem güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Sodiçeklik şirketi filmimiz bilen hemkarlaşkan. Nemish qizig'laysa, opa, ko'nglingni buzmag'ina. Canım balam, akam ağzımını açırmavasa. Bizim onu baxtli olsun deymiz bu. Bo'ldi, opa. Sen bu to'g'riliq akamga endi gap qilma. Uning bilan men o'zim so'zlashay. Yok balam. Hergiz bo'lmaydi. Senin gapingni akam anlamaydi. Beka o'zingni avar qilmag'na balam. Unda bo'lsa, opa, ash Nana degan aldamchining akam qilta qurayotganga qarab turamdi. Men shuni o'ylayapman hozir. İlham akamga deyil. Bo'lmaydi balam. Dadangning shirki yaxshi emas. Uni Kapılık kütleye çekiyor. Uf, acaba yürüp ketdim ha? Opam ne ketgandu? Tomoq etmay. Qo'sqim ko'krab naqshat qilib turdi shu topda. Uyda tomoq etkidek go'sh-po'sh yo'qmidi? Yo'q. Kech bo'lsin yem qilibmiz. Bo'lmasa qachchida bozor chiqib ekramki deyman bu. Davotqan gapingizni qarang. Bizcha qarang. Go'sht deganni quydigan yer topolmayotimiz mushkunda. Gapimni xato tushunib qolsangiz, men sizlarni go'shtsiz qilyapti demadim. Shu opangiz saqlamay tomoqni o'zingiz assiz bo'lmamdi deyapman. Mencha qarang. Opam tomoq etishni o'rgatmagan. Darisingizga obdan qarang deb. Tomoq etishni oz-to'la o'rganib qo'ymoqsiz bo'lmas, nana. Uy degan ba'zi chog'da ota-onalar urib tuqqanlar, tunish-punishlar kelib qol emasmi? O'sha choq tomoq yemaydim deb bezirib o'tasingiz bo'lmas? Ko'ngillilar demay ajab siz hikab qildingiz-a? Ko'z kelmamdi mehmon degan. Restoranlarning ishiga uchuq. Shu yerga boshlasangiz bo'ldi emasmi? Hozir haqlar tomoqni oshxonada yeydigan bo'lib ketdi-ku. Mehmon kutaman deb qozon beshiga bog'lib qolg'im yo'q mening. Jon degan kunda chechakilmaydi Ildar. Ximir yug'uri verib, qo'llarim qiyirib ketsa, ko'zingizni set ko'rinib qolamaydi. Yengemning oldida hijrim bo'lmadingiz.
Hay, yılqı uyunlar kirgen tompayın demsiz? Qaysi tompayın deysiz? Oy, yılqı dopu kiyivağın saralıqçu. Dağıtqan gitmizin qıran, o mening yengem. Nemiş onu tompay deb kamsitsiz? Tompay bo'lmasa, bu asırda kim atlas ko'ylak bilan dopu kiydi? Qaysi davr hozir? Allaqachon modada qolgan kiyimlarni qo'shundoq tompay kiymisi kim kiydi? Undaq demang. Yengem oliy maktabni a'lo natija bilan bitkizib, aspirantlik unvoniga erishgan, bilamsiz? Hoş. Unda olsun ne bo'ldi? Güz chiqibdimi? Ha, qanot chiqib osmonda uchibdimi ya? Yanılı bizga o'xshash adamkan-ku. Haqirab turgan ikki ko'zi, ichilib turgan bir og'zi bor. Voy, bu adamlar yo'q-ku. Birinchi ketga o'xshamadi-ku. Qanday o'tiribdi? Shu xizmatning aldirashchiligida cho'nglarning oldin bir tusi xabar olamatimizdan aka. Degan damagan. Şoň ilham dadam opamlarni ilib sirtqa chiqib birmida havo yigizib kiray deb chiqib ketgandi. Men shu uylarni tozalab. Ukam, sizmi birga chiqib o'ynab kirgan bo'lsangiz, ko'nglingiz ichilib qolar emasmi? O'zim unmadim danga aka. Ular qaytib kelguncha uylarni bir pak tozalab deb issiqlasqidek bir hodiqa eshitib turay deb. Opam dadamlarning ishimi cho'g'ib qopdi. Ularning holidan xabar ilvag'imiz qoldi ekan danga aka. Biz aylanib kelguncha Farida uy tozalab, tomoq etib, yanilib bizni saqlab etibdi balam. Herib charchig'ini qaramay, yanilib bizni o'ylaydi. Etdigan unmusimi unmay bog'chaga birga yondirib kelsak bo'pti ekan. Jenim opa, meni zo'limdi demsa, unimiz qanday qilaman? Biz xizmatni oldirashchilig'i dadam bilan opam yaxshi qarayamayapmiz. Meni zo'la va may. Siz berib ularni bog'chada yaxshi aylantirib keling. Men tomoq etgash turay. Ko'ngli xush bo'lib qolsin deb unimidi. Jenim balam. Agar bizni xush bo'lsin desang, shu qizimning ko'ngli faqat azob vermijimi balam? Bo'ldi opa, bizda xotirjam bo'linglar. Umaq qizimning o'zi tek chiroyli, gipi tek chiroyli. Balam, mening butun isiyadim ildardilam qoldi. Shu bo'ldim bek ensirayman. Sana degan gaplarim esingda-da? Aş ufqanga bekroq ko'z quloq bo'lgunchimi balam? Bo'ldi. Siz uni tushunmaysiz, nana. Dadam opam uni o'z qizdimi ortiq yaxshi ko'rdi. Unda xushamat qilsa, yaxshi ko'rdi-da albatta. Oy jinim dada, oy oppa deb atamning oldida qulladek pukilib turganini ko'rgansiz abiya? Opangizning qo'lidan chaynakni tortib taxi. Mana ta'ni qilayotgandek, "Voy opa, choyni siz qo'yapsizmi? Voy o'tiring, men qo'ymay" deb degandek zahardek gaplarni olgansiz. Sizningcha yengemning shu deyni xatami hamsa? Uni ota-onamga salom qilib yoqmoqchimizga. Voy bilma. U qasddan ashtaq qo'ydi. Uning maqsadi ota-onangizning oldida o'zini ko'rsatib, meni yerga qaratmoqchi. Agar u sizning obro'yingizni to'kmoqchi bo'lgan bo'lsa, hargiz men nananing ko'kosiga esilib, diliga azor bermang demagan bo'ladi. Voy, uytapasina, o'zim keldi deb nerdagi gaplarni qilaverdik, odamning ko'ngli kelarmi demay. Uzundan buyon sizdan bir xabar olamadik aka. Nim deb qolgansiz-a? Hargiz undaq demang ukam. Elimi sizga ko'p rahmat. Adam bilan akamning eg'ini ko'taryapsiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat dedim ukam. Undaq deb ketma aka sizmi? Dadam opamlar hech qanday eg'ichilik qilmadi. Cho'nglarning mishda yaxshi, salomat turib berganning o'zi biz uchun bir baxtdan aka. Sizlarni uzoq qopda ko'rishmagili. Ishlaringiz yaxshidi? Shirkatning ishlari bilan sal aldirashib qoldim ukam. Shuni sizlarni vaqt-vaqtida yo'qlab kelolmadim. Sen adamdan xabar bordi aka? Telefon orqali aloqalashyapmiz ukam. Nayt yaxshi turibdi. Esimni bilsam, turmushimizda to'g'risida kam emas edi. Har qitimliq falokatligimga onamning terikishlari hamroh bo'ladi.
Her qitim umaq botlaqlarning haqqini yig'ib olib, ularning noroziligini qo'zg'ab qo'yatdim. Mana bu mening bolalikdagi to'g ustiga bog'langan chuchuk eslamalarim. Endilikda ilgirikidek to'glar orasida qatrab yurmaydigan bo'ldim. Shundaqdimi to'g usti turmushimizdan ayrilib boqmadi. Hozir oilamizda Chindil shirkati ishlab bozor sog'an Chindil to'g usti yuqur kalsiylik oqsil talqini bor bo'ldi. Chindil to'g usti yuqur kalsiylik oqsil talqini. Siz meni tanımaysiz. Biroq men sizni tanıyman. Sizning tirishchanligingizga bu yerdagilar hammasi shuncha qoyil ekan. Sizni yaxshi ko'rdi ekan, sizni maqtaydi ekan. Qilayotgan ishimdan tilga og'ichiligi yo'q, xonim. Yo'q, undaq demang. Siz to'g'risida nurg'un yaxshi gaplarni angladim. Shunlashqa bugun bu yerga sizni istab kelishim. Undaqda o'zingiz men sizga o'xshash bir tijoratchi. Ismim Aytan. Aytan chiroyli qizimki. Rahmat. Men siz bilan yurtdosh. Shundaqmi? Undaqda. Shug'inisi mening Urumchidimi, Shanxaydami shirkatim yo'q. Men o'zim Guangzhoudan bu yerga kelishim. Bu yerda bir egchaq siz bani uchirtib qolgandim. U bechora bonining ota-onasi qatnash voqeasida qazo qilib ketibdi. Men bir bola dardida pucholnib yurgan ana bo'g'inim uchun u bechora bolaninki muhtib yurgan holini ko'rib yuragim pek og'ib sho'g'andim. Shunisi vaqtimdan qisib qoldi. Bugun tushdan keyin Guangzhouga bormoqchi. Bo'lsa, men kelguncha shu bolaning holidan bir xabar olib qo'ysangiz. Bo'ladi xonim. Siz xotirjam Guangzhouga mengayvering. Rahmat sizga. Men uzoq qolmayli qaytib kelman. Shu chog'da imkoniyat bo'lsa, siz bilan bir qong'idek mundashqim bor. Bo'ladi xonim. Safaringizga aq yo'l tilayman. Siz tinch aman Guangzhouga berib keling. Andin ko'rishaylik. Ma'qul. Rahmat. Kapaklarınız sangılap, çıraylarınız sağırıp ketipti kızım. Mijazınız yok mu? Derslerim pek iğir. Şumlaşkalı da. Ders qarayman deb o'zingizni aldırıp qo'yman kızım. Turmushni tartibli o'tkazishni bilishmi bir bilim kızım. Teniniz salomat bo'lmasa, o'rganganlaringizni joyida ishlatmay qolasiz. Uqdimni da. Xotirjam bo'ling. Ildar, Manqarovka, sen mening qarindishim. Men sening turmushingga ko'ngil bo'lmasam bo'lmaydi. Shuningga sening Nana degan qiz bilan to'y qilishingga qat'iy qo'shilmayman. Mening taqdirimga ko'ngil bo'layotganingni, menga kuylayotganingni bilaman aka.
Lekin ana sizlar o'ylagandek unday yomon qiz emas. Mijozi tuz shu lekin Oldi. Ona çapan yapma. Gapning qisqasi, uningdan aloqangni tezroq uzishni umid qilaman. Qiziq gap qilding aka, u qiz bilan to'y qilmaslik mening ixtiyorimda ish tursa. Nimishqa meni tanishib hurmat qilmaysizlar? Nana nima gunoh ko'zga oldinglarda zodi? Nanaxon, ko'zimga bir qarg'ina. Nimda tishim tegadigan-da u. Nimishqa ko'zing qaraydim? Olsa, o Shokat degan qiyrining kichik o'g'li bilan sen so'rishib yurdi deydi. Shum ko'zimga qaramayotgansa. Aqim kirvasqana qilma. Endi ras gap qildi. Shu quloq kesti bilan tepishilib, ko'zingga sat ko'rinib qopti menda. To'li qara verib, zerikib ketdim ko'zlariga. Yana qarsam yana shu'g'u paqrab turdigan. Biz o qizning axloqidan gumonlanamiz ukam. Seni qarab turib o qizni qiltiqib chiqishni xohlamaymiz-da. Bu butunlay ig'vo aka. Bilma. Sizlar Aynurning gapi shin nanani gumonlatsizlar. Ukam. Sen opamning gapini anglashing kerak edi. Sen opamni faqat ig'iz ochqizmabsan. To'g'ri qilmabsan. Opamning dilini ranjitibsan. O'ylab baq. Opam sana yomon bo'lsin demda. Aynur og'zidan ta'mi ketmagan bir qiz bola tursa. Opam nemish qoni gaplari shigiriydi deyman. Undaq dema. U kichik bola emas. U degan hozir oliy maktab o'quvchisi. Uning oqqarni farq qila olg'idek iqtidorim bor. Bizning uning gapiga ishonmaslik asosimizmi yo'q? Savdoshlik desam bilan bizning beshimizni o'tgan aka. Savdoshlar bir-birini o'g'il qiz deb yaklamay o'zaro mo'ndishib izlab turdi shunda. O'g'il savdoshlar izlab qolganlarning hammasiga aqaqsiz yaqalpaqni ketayil tursak, bu dunyoning qanchalik qizlar. Ukam, sen bizga ishonmasang, o'zing berib yaxshiroq bir surishtiq baqasan. Men allburun surishtiq qo'ygan aka. Buni o'qisam kendimsam yuramdima. Haqlasini Eldar bilan to'y qildi ekan deyishyosa. Men sen qanday ishniman ana. Ishemsizlar. Uzunga chiqsizlar. Sen zamini xizmat yo'q deb qopsan-da. Vey, seni xizmat yo'q degan bo'lsam, mushchaqqich kayningda so'kildab yuramdim. Xizmatim yo'q bo'lgan bilan deginani qipirayotgandim-man ana. İzzat etmaydi atkan gapingni qara. Qizlarning keyinda yurgan qaysi bir o'g'il bilan xajlamabdi-ku shu pulni? Xajlaydi shu. Men xajlagan pulimga minnat qilmadim. Xizmatim bo'lmasmi, pulimni har yerga yetkazayman deganni tushuntirib qo'yapman sana. Qiz olmachi shu pulni deb tegidi o'g'il balga. Bo'lmasa nemish qildi to'y qilib? Kiyimiz, ichimiz, o'ynaymiz deb yepishdi aqaqning pishiga. U Eldar degan lamzalining maoshidan boshqa nimasi bor uning? Yo'g'on gap qilma. Sam tayliq. Keynonda soyidek yurgili necha yil bo'pti. Men nima qildim? Ko'zani onda jumvamma mushuk, onda jumvamma. Qulog'ingdagi bilezik, bo'yningdagi zanjir, quloqingdagi halqalar osmondan to'pga tushib qolganmi? Osh ishkital narsiga ko'zing qizirayotgan o'xshamamdi. Qoni og'irayotgan bo'lsa, ma qaytirib beray. Nanaxon, men degan o'g'on bola. Uqdingmi? Uqdim xo'jam, uqdim. Undasi nemish qilib beray? Hech qanday ish qilib berishning hojati yo'q. Mama sodiq bo'lsang. Men, oy xo'jam. Men sizlarga ayrilib ketaylik demagandim-a? Undaq qo'ydimadim. Ammo mening haqqimim ishingdan chiqib qolmasin. Uyey, unutib qolamdigan, unutib qolam. Nima esimda bor deysizlar? Ko'rayotganinglar Ne'mat qahva koks ichimliklarini ishlab Aralbog' yemak-ichmak chaklik shirkati tajidorligidagi tor televiziya filmi Totilmagan suratlar. Har xil tipdagi al-ravon post apparatlarida yun shampo, undidar, al-foyda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi. Har vaqt har joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimonasi, telefon puli, poyezd bileti ham telegraf kartasini bejirish qatorliq xalqqa qulaylik iqtidorlar bo'lishdan boshqa
banka birleşmesining yun shampo kasbini ishlatib ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. Al-Ravon post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi. Ko'ksi to'lim lazzatli, oziq qumi. Uni ishkimiz keladi. Har qancha qilib bu ko'ksini yaramaysiz. Uning qipi baq qattiq, ammo yaxshi bir mahsulot bor. Hech mushaqqatsiz, shuncha esil ne'matdan bahramlanasiz. Tabiiy ko'ks mevasidan ishlangan esil ichimlik. Ne'mat haqiqiy ko'ks sharbati. Saptava yalpuz chiyi, saptava hasal suyi, saptava qarqat sharbati ishlab chiqarib bozorga solgan G'o'lji Gultosh yemeklik ishlab chiqarish shirkati alohida qo'llagan. Diyarimiz xanım qizlarining yurak tarini chekayotgan Rayhonlar Sodichaklik şirketining va'dasi xanım qizlarga sog'lomlik ham go'zallik yetkazish. Xinjiang Rayhonlar Sodichaklik şirketi filmimiz bilan hamkorlashgan. Farzandinin salgan uçudan kavak bulan balı yüreği Farzandinin salgan uçudan kavak bulan balı yüreği